Leksimizin devamı hürmetli vatandaşlar. Türkiye Kuruluk Armiyası öz kolu bilen terbiyeligen. Çırak yandı mı kandak oldu, Xuda gözüm kömüdü. Türkiye Kuruluk Armiyası öz kolu bilen terbiyeligen. Suriye, Rusya, İran kurallık güçleri tarafından tazalangan. Cungudan kaçıp çıkıp O'rta Şarkı bargan. Şarkı Türkistan unsurları hakikaten köp çıkım tarttı. Lekin Suriye uruş meydanı ölümden kutulup çıkkanı zoru valla ma'lum derecede köreşcan koç terbiyeliydi ve köreşcan koç yetiştirdi. Bir türküm zoruvan unsurlardan bunundan sel vuran Türkiye'de cüngoluklu yoktumuz dep toğlağanlığı, kaytıp barımız dep şuar toğlağanlığı, vahankar doğru uyuşurungan Şarkı Türkistançı unsurlarının devamlık yoşurunup yürüyüşünü halamaydıqanlıqını görüstüpədi. Pürset pişep yetilgen aman ula Şinjan'ı kirip dilo peyda kıldı. Bu elbette Beycan kılışkı tegişlik bolgan işinin düşmanının dervazının sırtı da müdafiye körüşte emesliğiden direk biridir. Növbeti Cungu Tacikistan, Afganistan ve Pakistan tört taraf hemkarlaşış bonkisiyesi kuruldu. Türk devletinin harbiy ştab başlıkları 2016 yılı Ürümçi'de tört taraf söhbeti ötkazdı. Cungu Armiyasının baş ştab başlığı Afganistan Kabul'unu ziyaret kıldı. Bu işler Beycan'ın Şarkı Türkistançılar meselesi boyunca birleşme zoruvallık karıştırış hareketini qanak yaydırğanlığının asası barlığıdan direkbet. Ma'lummandan aytganda Badaxshan rayoni Cungu Şinjan'ın Janubi rayonlaridagi zo'ravonlarga qarshi turish qo'shimcha maydoni bo'lishi kerak. 1757 yildan 1959 yillar oralig'ida o'xshash cho'ng kichik xo'jalar yig'iligi da qochib ketgan cho'ng kichik xo'ja qarindoshlar dal mushu rayonda o'ldirilgan. Azatlık Armiya 200 yıl ötken bugün günde bu tarihi kalbine esiga keltirelimdi. Degan mesele kelsek, Beijing kelgüsü de bu rayonni kandak başkurdu degan meselege qarash kerak. Şu vaqt uşaq cho'ng kichik xo'jalarni junguluklar o'ldirgan shundaq senda. Tarix degan hamisha sizlarga o'ng beqib bermaydi demay junguluklar endi zamonla makal o'zgaryapti junguluklar diqqat qilinglar juma. Mavzu sirliq dilo Amerika armiyasi Afg'onistonda Sharqi Turkistonchilarni bombardimon qildimi yoki ozodlik armiyani bombardimon qildimi? Mavzuli xabar 3-ayning 19-gün Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qildi. Mavzuni yana bir o'qib beraymi vatandoshlar? Ko'zim faqatlik o'mri juma vatandoshim kechirim. Sirliq değil o Amerika armiyasi Afg'onistonda Sharqi Turkistonchilarni bombardimon qildimi yoki ozodlik armiyani bombardimon qildimi? Mavzuli xabar 3-ayning 19-gün Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Va shu kuni Vanvi tor beti ko'chirildi. Xabarlarda Amerika armiyasi Afg'onistonning sharqi shimolida zo'ravonlarga hujum qilib, jungoga qarshi turadigan Sharqi Turkistonchi islom harakati unsurlarini qo'llash qurilmasiga zarba berdi deyilgan. O'tganda bu to'g'ri sizlarga leksiya so'zlagan tuqva shuni takrorlayman. Bir xil mustaqil tekshirish bu vazifaning to'g'ri ekanligi to'g'risida gumon paydo qildi. Baş ştabı Kabul'da kurulan Afganistan təhlil torbeti haftanın 1-ci günü yani 19-cu günü mındaq görsətdi. Ular ötken ayda Amerika armiyasının Badaxshan ülkəsini elib barğan hərbi hareketini tekşürgəndə Uyghur radikal unsurlarının bu ülkeden paydalanıp zo'ravonlik hücumu qo'zg'aydigan ve məşqləndirish planlash bazasida turg'izganligini qo'zg'alligini dalillaydigan ishonchlik asos bayqamag'anligini ko'rsatdi.
Amerika harbiy taraf 2 ayning 6 kuni film ko'rinishi seplangan bayonotida mundaq ko'rishgan. Amerika armiyasi Badaxshonda dal to'g'ri zarbi berishni ishga oshirdi. Zo'ravon unsurlarning zo'ravonlik hujumi qo'zg'ash, planlash, mashqlantirish yo'llarini o'zib tashladi. Bu radikal unsurlar Sharq Turkiston islom harakatiga munosabatlik edi deb ko'rsatgan. Jungo Sharq Turkiston islom harakati Jungo bo'libmi Shinjongga zo'ravonlik hujumi qo'zg'aydi deb ayblaydi. Bu radikal tashkilot Uyg'urlarning mustaqil bo'lishi uchun kurash qilamiz deydi. Afg'oniston tahlil torbeti dokladida mundaq ko'rsatdi. Afg'onistonda turishliq Amerika armiyasi tarqatgan xabarning ta'siri mundaq. Bir zo'ravon Uyg'ur tashkiloti chegaradan o'tib, Jungoga hujum qilamiz deb tahdid selayotidir. Amerika armiyasi hujum qilib bularga zarba berdi degandan iborat. Afg'oniston tahlil torbeti mundaq ko'rsatdi. Amerika armiyasi shamol tugminiga xiris qilamdi. Ya'ni xiyaldagi dushman bilan urushamdi. Amerika ovoz radiosining muxbiri Afg'oniston tahlilchilar torbetining doklatiga asosan Kabulda turishliq Amerika armiyasining bayonotchisi bilan aloqalashdi. Dengiz armiya mayori Tom Grisberg mundaq dedi. Biz bu ishni tekshiramiz. Nayt tezda sizlarga javob qaytaramiz. Demak, Afg'oniston tahlilchilar guruhi o'tganda biz sizlarga leksiyada so'zlagan Amerika armiyasi Sharq Turkiston islomchi harakat guruhisini bombardimon qildi degan xabar endi bugungi kunda Amerika ovozi Xitoy til programmasining tekshirishi orqali buningga Afg'oniston turishliq Amerika armiyasining bayonotchisi Tom apandining mayor Tomning javob berganligini aytdi. Demak, tahlilchi yoki Afg'oniston tahlil torbeti bu xabar ahvolga aniq emas yoki faktga uyg'un emas. Demak, o'tgan biz nima degan to'q yolg'on degan edi. Bugun bu xabar shunday keldi. Leksiyalarimiz oxirlashdi, hurmatli vatandashim, hamda bir ishga gap qilamiz.